Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bugun vizit xizmati bilan Kuztexga kelganmiz. Cobalt bo'yicha Cobalt montaj simlarini to'liq tahlil berganmiz. Hozir diagnostikalarni qilib berib usta. Qolgan ishlar bilan ustaning o'zi tanishtirib beradi hozir. Tek ozgina muammo bo'lib turibdi. Ammo rajomda chiqdi. Короче, biz ham neymiz hozir? Biz ham ko'tdan oshib qolamiz. Tak, buni отчетga saqlanib qilib olamizdan. Hozir bizga buning hammasi qiziq emas. Hozir bizga asosiy tikushlarni qoldiramiz. Tak, ozgina kutamiz. Ko'rib olamizda tikush oshib qolamiz yoki. Bunda shuna qarab ish tutamiz. Tak, hozir bizga bo'lib turgan muammo sentr zamok polni ishlamay turibdi. Tak, leviy borti bor. Sentr zamok ishlab turibdi, praviy bortda ishlamay turibdi. Hozir uni dalishib ko'ramiz. Shuning uchun ham hozir BSMga kirdik. Keyin bilasizlar, biz hamkasblar skommatik ishlaydi. Umuman diagnostika ishlatib bilganlar biladi. Tak. Belirli ekranimizdan. Bilasizlar, bu yerda ispanitliği bor, mexanizm. Launchlarda bo'lsa, tak, проверка aktivatsiya deb beriladi razdel. Shundan kirib, bu yerdan makor turganlar har qasini komanda berib ko'ramiz. Individualli bormi, yo'qmi? Video davom etadi. Ha, patvornikda yoqqani? O'chirib yoq. Aha. Давай. Ближний bor. Так, aha, o'zgardi. Aha, o'ng yoqanda. Signal bor, ha? Так, ventilatorlar tekshirdik. Tak, по-моему, bo'ldi. Bir qator oshib qolaman ko'r. Avtoelektrik plus diagnostika xizmati kerak bo'lsa, xabarlashaversa, ekran nomer qoldiramiz. Endi kiltini berib tur. Hozir endi buning zamok kiltini ham ahvoli yaxshi emas. Kilt bunday ahvolda endi. Hozir chexolni olib shaxsat. Bunday ahvol qolgan. Hozir xudoga kiltini ham cho'tka qilib beramiz, toza korpus qo'yib, tozalab. Plus qiziq joyi, mashinada antennasi ham yo'q ekan. Antenna modulimiz bor edi. Antennasini joyini o'rnatdik. Hozir pult ham ishlab boshladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa bir like bosib ketamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qolamiz.